Ha, bu kampirda tilla ko'p. Qayerda saqlayotgan? Bu kim? Tillalar o'g'risimi yoki tillafurush? Faqat o'sha aytgan kampirni tillalarni qo'limga olib kelib bersangiz, keyin qo'llab-quvvatlab yuboraman sizni. Shubhalar ortmoqda. Mumkinmi rasmga olish? Voy, sizga yo'q deb bo'lar ekanmi? Xonim shohida yursalar, bargida yuradiganlar ham topiladi. Shunda har bitta tillondan 2 grammdan chuv tushib qolaveramizmi? O'z jigarlariga yuz xotir qilmagan ayyordan hatto ustozi shubhada. Yana tushirib ketaman deb o'ylama. Grammi 6 gram. 860 ga 5 million 160 ming bo'ladi. Undan keyin birga bir nusxasini yasaydigan usta topish kerak edi. Xullas ukam, Sodiq usta tayyorlab jo'natvordi mahsulotlarni, ko'rchi? Lekin biriga bir yechibdi. Suratdagi o'xshaydimi? Ha, Qarasham bilan hammasi o'xshaganmi? Birga birmi? ha. Mana uzuvlarni qarang, bormidi mana Ellik shunaqa aka. uzuvlar ham. Mana. Mana. Ha, ana. Ha, ana o'shandan. Keyin mana bunaqa brasletlar ham bor edi. O'sha sen nima ko'rsatgan bo'lsang, xullas mana ukam, mana lotki uzuvlardan ham bor mana. Qanday bo'lsa shunday yasab berdi. Probalarni ham urib berdi. Buni rangi keyin unchunchaga o'chib ketmaydigan rang qildi. 1 yilcha, 1,5 yilcha o'chmaydi rangi. Turadi mana shunaqa yaltirab. Sezmasa Sezmaydi. bizniki qolgani. Zo'r bo'pti. Mana mashindan ham bor edi. Bor mana. Keyin men yana bir narsani o'ylab qo'ydim, ukam. Mhm. Shu o'zimiz bitta tilla do'kon ochamizmi deyman-da. Bu mashinada o'tirib, hadim mashinada maslahatlashib, mashinada mana bunaqa tekshirib o'tirish noqulay-da. Yaxshi fikr. Ko'rgan odam shubhaga borib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zimizga bitta tilla do'kon ochamiz. Lekin aka, bunga hali shoshmay turishimiz kerak. To'plagan pulimiz, mablag'imiz unaqa ko'p emas-ku. Endi bu borada hozircha ishimiz yaxshi bo'lib turibdi. Ani chuv tushganlar dodvoy qilib shovqin-suron qilib ishimiz yaxshi bo'lib ketadi. Keyin yana davom ettiraveramiz aka. Mabodoga biron korxol bo'lib qolsa, aytganingizdek do'kon ochib ishlab turamiz. Endi shungacha ehtiyotimizni qilib ishlab turaveramizda. Eng asosiysi o'sha joylardagi kameralarga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kuzatuv kameralarida. Ha. Ertaga men boshlab qo'ygan ishimizni tugatamiz-da. Keyin navbat shu Go'zalxonni do'koniga bo'ladi-da. Bo'ldi. Mabodo ular sezib qolishsa sizdan kelib talab qilishmaydimi? Voy, men tan olmayman. Anoying bordir. Men allaqachon ularni sotganman deyman. Ko'zingizni oldingizda taroziga tortganman deb tan olmayman. Qani agar menga da'vo qilib ko'rsa, o'zim bilaman nima qilishni. Qaytaga o'zini tuhmat qilyapti deb ustidan da'vo ochtiraman men. Voy, opa, sizdan qo'rqish kerak. Sizga yetgunimcha ancha dars olishim kerak. Ha, dars olish kerak deganda, sen bilan bitta kampir uyiga borib kelishimiz kerak. Kim u kampir? Ha, u kampir meni ustozim. Qara, men qanaqangi oqibatli shogirdman-a? U hozir kasal, to'shakda mixlanib qo'ygan. Men uylarini tozalayman. Sen menga yordam qilib, shirin ovqatli qilasan, xo'p? Bir kun men ham qariganimda, sen ham yoningga shogirdingni olib, yetaklab, meni uyimga kelarsan-a? Qoyil, sizdek ustozdan odamiylik darsini ham olyapman. Nima, meni shunchalik qahri qattiq deb o'ylaysanmi? Men uchun insonlar, ayniqsa ustozlar juda ham hurmatga sazovor. Voy, kimdir keldi. Namuncha qattiq uradi. Ochaymi opa? Menimcha kelishdi. Ochmaymiz hozir. Hozir ular bilan adabada etib o'tirishga toqatim yo'q. Urib ketaverishadi. Qo'yaver.
bo'tda ham yo'q. Kampir shoxatga qo'ygan ekan-a. Hamma joylarni qidirib chiqdim, shkaflarni qidirdim. Bu qari kampir o'zi o'lim to'shagida yotibdi. Qatga qo'ygan ekan o'sha tillarni. Ha, mashitlarni ham qarab ko'raychi. Voy bu narsalari ko'pligini. Voy, pismiq kampir-ey, rosta mol davlat yig'ibdi, lekin hammasi eskirib ketgan. Charchab ketdim, hamma yon changini artib urib. Kemash oxirgisini ham ko'raychi. Voy bu kampir har narsa yig'ib tashlabdi. Shuncha mol davlati bor, hammasi eskirib yotibdi. Bu jodugar qatga qo'ygan ekan-a? Yotgan xonasidagi sandiqdamikin-a? Yo'q, ko'rpalarni taxlashi o'zi bo'lmaydi. Bo'tga qo'ymagandir u. Topishim kerak-da shu tillalarni qanaqa bo'lmasin. O'zi nimaga keldim? Artishga kelmadim-ku bu yoqqa. Bugun topmagunimcha qo'ymayman-da shu. Voy opa, hamma yo'qni yaltilatib tashladingiz, charchamadingizmi? Hoy, gapirma. O'zi ham rosa chang bosib ketgan ekan. Mana bu shkaflarni ichini yetmaysanmi? Charchadim. Ovqating pishib qoldimi? Hozir 10 daqiqalarga pishib qoladi. Unda men narigi xonadagi mebellarni artib turaman. Tezlashtir, xo'p? Xo'p. Men o'z maqsadim yo'lida bor imkoniyatdan foydalanardim. Ammo o'sha kungi harakatim bekor ketdi. Izlagan narsamni topolmadim. Unaqa odamlar juda ehtiyotkor bo'lishini bilaman, ammo qayerga berkitgan bo'lishi mumkinligi haqida o'ylashga vaqt yo'q edi. Opaqa, biz 3 kundan beri axtaryapmiz uni. Uyiga kechasi ham bordik, kunduzi ham bordik. Hattoki ishxonasiga ham borib keldik. Uyga borganimizda, kunduzi borganimizda ham eshigini hech kim ochmadi. Rosa taqillatdik. Kechqurun borganimizda ham uyini ichida turibdi, lekin ovoz bermayapti. Ishxonasiga borsak, shogirdi o'tiribdi. O'zi yo'q. Telefonimizni umuman olmayapti. Meni uyatga qoldirdi bu qizi tushmagur. Juda xijolat qilib qo'ydinglar meni. Ukajon, siz oddiy men katta qarzdorman. Bu ham yetmagan deb yaramas qizi qilgan ishini qarang. Siz shunchaga tushib ketdimi? Bilmadim bu qiz kimga tortdi. Akalarga ham quloq solmaydi, menga ham quloq solmaydi. U o'zi xon, o'zbek bo'lib qolgan hozir. Uy olib chiqib ketgandan beri qorasini ko'rsatmaydi menga ham. Pul topib juda ham o'zidan ketib qoldi bu ayol. Juda meni xijolatga qo'ydi-da. Endi kenayi men ham siz oldingizda juda xijolatman. Oilamiz bilan bu ikkalamiz ko'p xijolat bo'lib qoldik. Noqulay holga chiqyapmiz. Men bu qizni shunchalik bizani o'zini jigarlarini aldab ketadigan xayolda emasdik biz. Men o'yladim kenayi bu to'g'ri o'zimni jigarim, to'g'ri hisob kitob qilib sotib olardi, o'ylagandim. Ham shunaqa fikrda. Biz hayron qoldik hozir, juda ham hayronmiz hozir. Bizga shu pul zarligidan bir zarli bo'lgani uchun biz hamma buni tillalarni olib topshirib sotgan edik biz. Endi buni ayolim aytishiga qaraganda bu 12 gram tilla urib qolgan. Endi agar buni pulga chaqadigan bo'lsa, katta pulga tushib ketadi keyin. Albatta. Bemalol o'sha olmoqchi bo'layotgan uyni oldingi to'lovini to'lashga yetadi. Menga ham ozgina uchun chiqarib qo'ymabsiz-da kelin. Men bexabarman, juda meni xijolatga qo'ydi bu qiz. Qalay chiqibdi shogirdimning ovqati? Og'zingizga yoqdimi? Voy, biram maza qildim. Baraka topdan joning sog' bo'lsin. Anchadan beri chuchvar yemagan edim. Qo'shnimga yetishga uyam yemadim. Baraka topgan. Nechuk xabar olgani kelib qoldinglar. Birdaniga biring ovqat qilishga, biring tozalashga tushib ketdilar. Dod tuzura so'rashga ham vaqt bo'lmadi. Shogirdga maktab bo'lsin dedim. Ustozi qanday qadrlashni o'rgansin dedim-da. Baraka topinglar, kam bo'lmanglar.
topganinglar tilloy javohir bo'lsin. Men ham shogird tutib zarar qilmaman-da. Xola, shogirdiz juda ishlarga pishiqlar. Bularni bunaqa saxiyligidan yanada baxtim bor ekan deyman bunday insonlarga shogird bo'lganingdan. Iloyim, baraka topinglar. Meni qadrlab hurmat qilib kelsinlar. Sizlar ham qadr topinglar. Voy sog'ayib ketasiz, xavotir olmang. Unda hozir men bir telefon olib ko'raman. Agar ko'tarmasa, birga o'tib kelamiz. Opaqa, bo'lmasa siz telefon qilingchi. Agar telefoningizni ko'tarsa, shu yerga chaqirganingiz ma'qul. Shu yerda gaplashib olaylik. Ma'qul. Qani. Mana endi mendan nolimasingiz kerak. Cho'miltirib, top-toza qilib qo'ydim bahonada. Endi jim yotarsiz-a? Endi ustoz, biz har 2 kunda sizdan xabar olib turamiz. Xavotir olmang. Shogirding qani? Shogirdim oshxonalarni, zinalarni, hovlilarni tozalab ketdi uyiga. Ketkizib yubordim. Baraka top. Voy, telefonmi? Oyim qilyaptilarmi? Allo, qo'yi. Assalomu alaykum. O'zingiz tinchmisiz? Ha, tinchlikmi? Maslahatli gap? Mayli oyi, o'sha kungi ziringizni bersangiz, hozir o'taman. Bilasiz-ku meni, vaqtim pul turadi. Voy, xo'p, oyijon, o'taman. Oyim qo'ng'iroq qilib qoldilar. Unda men sekin keta qolay. Baraka topdan joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Oyingiz mendan salom aytgan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mayli, yaxshi o'tiring, charchamang, xo'p? Rahmat. Hamma narsangiz tayyor. Mayli, xayr. Xayr. Go'zal. 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 Go'zal yo'q. Hovlida ham ko'rinmadi. Hech qayerda yo'q edi Go'zal. Bular nima qilib turibdi bu yoqda? Bunisi. Kim bo'lardi? Shunisini olsammikan? Yo'q. Olaymikan. Nima qilaykan? Yo'q, qo'y. Xolida shaytonga hay ber. Bo'lmaydi. Qo'y. Birovning haqqi baribir bu. Yo'qmaydi. Yo'q, bo'lmaydi birovning haqqi. Yo'q, bo'lmaydi. Market Yandex Go'da charxpalakni aylantiring va sovg'alarga 99% chegirma promokodini qo'lga kiriting. Tim, logotipi yangilandi, ta'mi esa o'sha. Tim, to'yimli, imtiyozli, mazzali. Market Yandex Go'da charxpalakni aylantiring va sovg'alarga 99% chegirma oling. iPhone, PlayStation, televizor va Tuviofin cho'tkasi. Ko'p sovg'alar bor, bezaklar ham tayyor, bakallar aniq yetadimi? Aha. Wildberries'da yangi yil aksiyasi. Chegirmalar 60% gacha. Market Yandex Go'da charxpalakni aylantiring va yangi yilning asosiy sovg'asini qo'lga kiriting. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex Go taom yetkazish xizmati bilan butun dekabr 40% gacha chegirmalar. Market Yandex Go'da sovrinlar charxpalagini aylantiring va asosiy yangi yil sovg'asi 2 Zeekr X avtomobilidan birini qo'lga kiriting. Bo'ldi. Biz qaytdik. To'xtagan joyda tomosha qilamiz. Amaki, nimalar deb menga tuhmat qilib tashlayapsizlar? Nima, men sizdan urib qolib o'limmanmi, a? Oyi, meni shunga chaqirganmidingiz? Nima, bularni gapiga laqqa tushib, men bularni aldab ketmasdirman? O'z jigarlarimmi? Siz shunga ishonib o'tiribsizmi siz ham? Go'zal, amakingizni ko'z o'ngida tushirib, endi taniyapsizmi? Sal uyaling Go'zalxon. Naq 12 grammni ham urib qolasizmi? 10 milliondan ham ko'proq tushiribsiz-ku axir. Bu nima degan gap? Ey,
Menga qarang, menga tuhmat qilmang. Men u tillalarni allaqachon sotib olganman. 12 grammi qayerdan oldingiz? Yana qanaqa tuhmatlaringlar bor menga? Go'zal, bitta zanjirni o'zi 10 gram edi. Siz uni esa 8 gram debsiz. Keyin bitta zirak bilan 3 ta uzuk 6 gramdan edi. Ularda esa 4 gramdan deb aytgansiz. Ana kichikroq zanjir bo'lsa, u 8 gram edi. Uni 6 gram deb hisoblabsiz. Shundan hammasi jami 12 gramda urib qolgansiz, Go'zalxon. Kenaya, bekorlarni aytibsiz. Menga tuhmat qilurmang. Isbotingiz yo'q, menga tuhmat qilyapsiz. Mana shu tuhmatingiz uchun da'vo ochtirishim mumkin. Keyin uni ham to'lovini qilib, tajriziga yeb o'tirmang. Menga qara Go'zal, sen shunchalar qallob bo'lib ketganmiding? Seni bu qilayotgan ishlaringga akam go'rda tik turadi-ku. Ey qizim, men nomuslarga o'ldirding-ku. Tilla purish bo'lmay har balo bugur, sen o'zingni oqlab, bularni haqqini yeb, yana amaking sudga bermoqchimisan? Uyating bor bo'lsa sani. Oyi, unda nimaga tuhmat qiladi? Siz ishonmas ekansiz. Nimaga o'shanda kelib, taroziga tortayotganimda yonimda turmadingiz? Men allaqachon o'sha sizlar olgan gramda sotib olganman. Go'zal, sizni bunchalik qallobligingizni bilmagan ekanmiz. Amakingiz Go'zal o'zimizni jiyanimiz, o'zimizni jigarimiz deb ishonib sizga olib bordilar-ku shu narsani. Bor gap shu. Men taroziga qo'yganimda tillalaringiz o'zim tortgan gramda chiqdi. Qatga borib da'vo qilsanglar ham isbotlay olmaysizlar. Shunaqami? Mayli xotin, yur. Agar shu pullaring shunga buyursa, haloli bo'lsin. Ammo rozi emasman men. Voy dadasi qarang, shuncha pulga bekordan bekor tushib qolamizmi? Go'zal. Boshimga qattiq ortibdi. Agar shu jigarlaringni qolgan pulni qaytarmasang, men sendan aslo rozi emasman. Sendek qizdan men kechaman. Ey Xudo. Oyi, agar shularni deb mendan voz kechsangiz, kechvoring. Men qayerga borsam ham haqman. Shuni bilib qo'yinglar. Voy, tavba qildim endi, qarang. Voy, birovni haqqidan qo'rqmagan surbet. Voy. Voy jonim. O'zingiz bosing. Voy. Nima bor? Choy qo'yib bering. Voy sharmanda. Voy, birovni haqqidan qo'rqmagan iflos. Voy, keling. Voy boshim. Sekin. Voy. Bu yoqqa. Voy jonim ey. Voy boshim. Voy bu sharmanda qildi meni, voy dod. Shu ishdan keyin onam mendan butkul yuz o'girdi. Men bunga parvo ham qilmadim. Ammo qilmishim uchun bir kun badalini to'lash xayolimga ham kelmagandi. Yo'q, yaxshi, meni o'ziga maftun qildi. Buni qara, Sodu. Yaxshi ekan. Anaqa, sotuvchiga o'xshagan. Sotuvchi. Ismingiz nima edi, sizning? Go'zal. Ha, Go'zalxon. Maylimi bir finjondan qahva bersangiz? Sizni ovora qilib qo'ymaymizmi? Voy, ovorasi bormi? Sizdek mijozlarga xizmat qilishdan nihoyatda xursandman. Salomat bo'ling. Xo'p. Mayli, kutib turinglar, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Tanlab turinglar. Xo'p.
Yaxshi keldingmi? O'qishlaring yaxshimi? Ancha bo'ldi sen ko'rmaganimga. Rahmat, o'rtoq keldim. Bilasan, o'qishlarim bor. Yaqinda aziz olaman. Shu bilan Amerikaga ketmoqchiman. Juda ham yaxshi ko'rgan fanim bilasan-ku, ingliz tili. O'shani yaxshilab o'rganib, boshimni qashlashga vaqtim bo'lmayapti. Seni ko'rganimdan juda ham xursandman, o'rtoqjon. Voy, dugonajon, bu deyman, tillachi ustozing seni bugun hech shoshtirmayaptimi? Seni hech qo'ymasdilar-yu, telefon qilib chaqiraverardilar. Sensiz hech ishlari bitmasdi-ku. Bugun ular mehmonlarni kutyapti. Ular aslida mehmon emas, ular aslida mijozlari. Menimcha kattaroq tilla sotmoqchi-da. O'shaning uchun men unga oshiqchalik qilaman. Yo'g'e, shunaqa degan. Demak, sendan ko'p narsani yashirar ekanlar-da. Endi shunaqa ham bo'lishi mumkin. Har holda katta pul aylanadi u yoqda. Ha, yo'g'e, shunaqa degan. Yaxshi, unda o'rtoqjon. U doim bor-ku. Katta mol olayotganda yoki katta mol sotmoqchi bo'lganda mendan ko'p narsani yashiradi. Yo'g'e, shunaqa degan. Shu uchun men ham unga ko'p ishonavermayman. Kiyizlamachilik odatlari ham bor. Unda dugonajon, ishonmay to'g'ri qilasan. Qornim ham ochib ketdi. Uni o'rniga biror nima yeylik. Shu uchun bugun sen bilan kunimni mazza qilib o'tkazmoqchiman. Bo'ldi-da dugonajon. Qarab o'ring. Qahvaga gap yo'q. Qahva uchun rahmat. Mollaringizga ham gap yo'q, o'zingizga ham gap yo'q. Biz bu mollaringizni olamiz. Faqat endi anu aka bilan gaplashib, akamiz ruxsat bersalar, lekin hammasi yo'qdi. Ko'rsatish kerak. Orasmiga olding, ko'rsatamiz. Hammasi ma'qul bo'lsa, xudo xolasa bo'ldi desalar, kelib olib ketamiz mollaringizni. Voy, hozir olib ketmaysizlarmi? Aytdim-ku, sening ruxsat tegish bilan kelamiz. Ko'ningiz to'q bo'lsin, shu mollaringiz olib ketamiz, xudo xolasa. Ishonchimiz komil. Bu mollaringiz hammasi akamizga ma'qul tushadi. Mayli, unda men kutaman. Mayli, Go'zalxon sog' bo'ling, yaxshi ishlang, charchamang. Yana ko'rishamiz. Kelamiz. Xo'p, mayli. Yaxshi boringlar. Bularni hammasini oladi-da. Nigorani ham ishga chaqirmagandim. Nigorga telefon qiluvchi. Shuncha vaqtimni olishdi. Ishqilib, qaytib kelib olishsa bo'ldi. Nigora, menga qara, reklamani kuchaytirgan. Chunki hozir ko'p mijozlarimiz shu Instagram orqali kelyapti. Instagramga har bitta mahsulotni bittalab rasmga olgan, xo'pmi? Xo'p. Qara, mana men bularni ham chiroyli qilib, mana bo'sh vaqting ko'p-ku, o'sha paytda rasmlarga olib qo'ygan. Xo'p. Voy. Ustoz qilyaptilarmi? Alo. Alo. Go'zal. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzalib qoldingizmi? Ha, ustoz. Ovozingiz boshqachami? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Go'zal, qayoqdasan? Kel, jonim bolam. Kel. Kel. Ha, bo'ldi, boraman. Aytganimdek, o'sha tillani tayyorlab qo'ysangiz bo'ldi. Aytganingni beraman. Menga qara, men hozir ketyapman. Do'konga qanaqa mijoz kelishidan qat'iy nazar, shunaqangi chiroyli muomala qilgan, xo'pmi? Xo'p. Bitta bo'lsa ham mahsulot sotib olsin. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi ishlang, xo'p? Xo'p. O'zim bilaman. Voy, Guli qayerda ekan? Bir telefon qilaychi. Hozir chaqiraman-da. To'xtang. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Market Yandex Go'da charxpalakni aylantiring va sovg'alarga 99% chegirma oling. iPhone, PlayStation, televizor va Tuvio fen cho'tkasi. Hali oshxonaga girlanda ham olishimiz kerak. Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Market Yandex Go orqali mahsulotlar yetkazib berish xizmati bilan 40% gacha bayram chegirmalari. Market Yandex Go'da charxpalakni aylantiring va sovg'alarga 99% chegirma promokodini qo'lga kiriting. Balki pitsa buyurtma qilarmiz yoki shirinlikmi? Ha, bo'ldi, buyurtma berdim. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex Go taom yetkazish xizmati bilan butun dekabr 40% gacha chegirmalar.
Market Yandex.Go'da charxpalakni aylantiring va yangi yilning asosiy sovg'asini qo'lga kiriting. Ko'p sovg'alar bor, bezaklar ham tayyor, bakallar aniq yetadimi? Aha. Rostdanmi? Va bu shunga arziydimi? Ha. Ko'p ishlaydi, xurrak o'tadi. Kim mana o'zi? Lekin baribir zo'r bayram bo'ldi. Wildberries'da yangi yil chegirmalari albatta arziydi. Market Yandex.Go'da sovrinlar charxpalagini aylantiring va asosiy yangi yil sovg'asi ikkita Zeekr X avtomobilidan birini qo'lga kiriting. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Men keldim. Tinchlikmi? Ustoz? Voy, uyqu qopdilar-yu. Qo'shnilarni chaqirishim kerakmi? To'xta. Go'zal, sen shu ishni qilishing kerak. O'sha sen izlagan narsa shu joyda. Topishim kerak uni. O'sha-ku. Mana men izlagan narsa mana. Xuddi o'zi. Xullas, men bu yerda bo'lmadim. Ketdim. Bu men izlagan davlat edi. Omad menga kulib boqqandi. Ayni damda o'zimcha eng baxtli, omadli odamligimni his qildim. Biroq yaqin daqiqalarda meni nima kutayotganini hayolimga ham kelmasdi. Bu tillalar o'zingizlarnikimi? Voy, o'zimizniki. Nimaga unaqa deyapsiz? Probasi bor-u, lekin asl tilla emas. Nima deyapsiz? Lekin men bor gapni aytyapman. Bunga qalbaki proba qo'yib soxta narsani sotyapsizlar deb o'ylayapman. Siz hazillashyapsizmi? Bunaqa ishda hazillashmayman. Hozir Go'zal opam o'zlari keladilar. O'zlariga aytasiz bu gapni. Savdolar yaxshi bo'lyaptimi? Voy, yana sizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yana lomga so'rab keldingizmi? Lomga ham arzimay qolibdi-ku bu tillalaringiz. O'zingizcha tilla do'kon ochib, qalbaki narsalarni sotishga o'tyapsizmi? Voy, bu nima deganingiz? Nima qalbaki? Bu gaplarni qayerdan olyapsiz? Ana tekshiring ishonmasangiz. Ha, endi alamizdan tuhmatga o'tdingizmi? Agar tillani farqiga borsangiz, tekshirib ko'ring. Tillami yoki soxtami bilib olasiz. Opani ber bor. Voy, menga qarang. Siz buni almashtirib qo'ymadingizmi? Qalbaki-yu bu. Endi tuhmat yo'liga o'tib oldingizmi? Hali yoningizda turibman, mana kameralaringiz bor ekan, tekshirib ko'ring. Almashtirganmanmi, yo'qmi bilib olasiz. Qanaqasiga? Voy, bo'lishi mumkin emas. Meni tillalarim bunaqa bo'lishi mumkin emas. Qaramadingmi? Ko'zing qayerda edi sani? Qanaqasiga bunaqa bo'lib qoldi? Voy opa. Hey, yaxshimisiz? Voy. Suv bering, nimadir bering, qarab. O'sha kuni nafaqat boyliklarimdan, shu bilan sog'lig'imdan ham ayrilib qoldim. Butkul to'shakka mixlanib, butun badanim hech narsani his qilmay falaj bo'lib qoldim. Hatto tildan qolib butkul hissiz mavjudotga aylanib qoldim. 1 yil mobaynida shu ko'yda yotib onamga yuk bo'ldim. Shunda yana amin bo'ldimki, dunyo sendan yuz o'girsa ham qanday aybing bo'lishidan qat'iy nazar ona yuz o'girmas ekan.
Keyin bilsam, o'g'irlagan tillalarimni mashinamdan hech kim topa olmagan. Kim biladi? O'z egasiga buyurmagan menga buyurarmidi? Bu voqeaga ham yillar oshgan bo'lsa-da, hamon butkul oyoqqa tura olmadim. Menga kelgan bu sinov qilgan qilmishlarimning oqibatidan deb bilaman. Shu bois oldingizga borib hikoya qilishga imkonim yo'qligi sabab sizga maktub yo'llashni lozim topdim. Men qilgan qilmishlarimdan juda afsus, nadomatdaman. Afsuski, Go'zal opa bizga yo'llagan maktublariga mazkur jumlalar bilan yakun yasaganlar. Darhaqiqat qilmishlariga yarasha taqdirning achchiq zarbasini totayotgan qismat egasining molu davlat deb qilgan xatti-harakatlari barchamizga dars bo'lsa ne ajab. Albatta, halolidan topganga nima yetsin? Xulosa o'zingizdan azizlar. Keyingi ko'rsatuvga qadar Yaratganga omonatsiz.